Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bu azaliya guli. Buni akamni azaliya guli edi. 3 ta rangi bitta tuvakda ekilgan edi. Afsuski bularni ikkitasi o'lib bo'libdi, bittasi qolgan. Menga buni davolab olsang, ol deb berib yuborgan edi. Endi ko'ramiz. Bugun harakat qilaman buni o'ziga keltirishga. Qolgani ham Allohdan. Gulimiz mana shunaqa ko'rinishda. Mana. Buni tagini ochadigan bo'lsak, suvi ham bor ekan tuvagini tagida. Hozir bu tuvagini polni tuprog'ini almashtirib, kesli tuproq qilmoqchiman. Juda ham ko'p suv berib yuborilganmi, nima bo'lgan bilmayman. Nima bo'lsa ham endi urinib ko'ramiz hozir. Tomirlarni ochishga harakat qilaman. Bu gulni men akam olganlarida o'zim ekib bergan edim. Shunaqa tuvaklarni almashtirib, tuproqlarni kesli qilib ekib bergan edim. Hozir qarayapman, tomirlaricha unaqa yangi tuprog'iga moslashib ketmagan, holi uncha ko'p ham bo'lgani yo'q. 2 oycha bo'ldi. 2 oy ichida bunaqa hasharotlar ham bor ekan. 2 oy ichida gulimiz mana shunaqa holatga kelgan. Hozir iloji boricha bu tuproqlarni tushirib olishga harakat qilaman, tushira olganimcha. Qolgani qoladi. Juda ham ko'p bezovta qilib bo'lmaydi azaliyani tomirlarini, lekin sog'lom tomirlari bor mana. Yo'q, tomir emas ekan bu. Adashibman. Xullas mana shunaqa holat, bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi. Bularni ajratib olish niyatim yo'q. Bularni ham qoldiraman. Hozircha mana bu sindirganimizda живой kletkalari borlik joyigacha qoldiraman desam, живой kletkani o'zi yo'q. Mana ichi korechneviy bo'lib ketgan. Agar buni ichi yashil bo'lganda edi, buni olib qo'ysak bo'lardi. Qarang, o'sha mana korechneviy rangga kirib bo'lganda, buni ilojisi yo'q shekilli. Balki men buni olib tashlashim ham mumkin. Yana bunisini ham tekshirib ko'raman. Bu ham xuddi shu holatda. Mana bu yoqlarni sindirishsam. Yo'q. Hammasi korechneviy rangga kirib bo'lgan. Bularni narigi gulimizni tomiriga zarar bermasdan olib olishga harakat qilaman. Hozir bitta qo'limda kamera, bitta qo'limda gul, neudobniy bo'lyapti. Iloji boricha ajratib olib keyin ko'rsataman sizlarga davomi nima bo'lishini. Mana gulimizni ajratib oldim, sog'lomini. Ya'ni bu ham unaqa zo'r sog'lom emas, xloroz ham boshlangan. Ishqilib живой gulimizni oldik. Mana bu o'lib bo'lgan gullarimizni sindirib ko'rdim ishonch hosil qilish uchun. Mana tanasida 1 gram ham живой kletka yo'q. O'sha hamma tarafi korechneviy rangga kirib, dabdala bo'lib bo'lgan. Buni hech qanaqasiga asrab qolishni ilojisi yo'q edi baribir. Buni mana oxirigacha sindirib ko'ryapman. Qirsillab sinib kelyapti. Agar ozgina bo'lsa ham joni bo'lganda edi, men buni shunchaki qoldirardim. O'rtog'ini oldida davolashga harakat qilardim. Hozir endi qanchalik to'g'ri qildim, noto'g'ri qildim bilmayman. Men buni tomirlariga ham ancha zarar berib qo'ydim. Shu holatida davolashda davom etamiz. Qolgan tuproqlarni tushirib yotmayman, sababi yana ham kuchli stressga tushirib tashlashni xohlamayapman. Tushmaydi ham boshqa tuprog'i. Hammasi shu bo'ldi. Mana bularning tomirlari mana shunaqa xuddi sochday ingichka nimjon tolalar bo'ladi tomirlari va bir-biriga juda ham jipslashib ketgan bo'ladi. Endi hozir bu yoqda qanaqa rangi qoldi, unisidan ham xabarim yo'q. Qanaqa rang bo'lsa ham mayli, peshonamizdan. Menda rozovый, qanaqa desam ekan, qizilga yaqin rozovый, o'tkir rozovый rangdaligi bor. Bu endi bilmadim, balki oqdir, balkim
ochiq rozoviydir, balkim oranjeviydir, bilmayman qanaqa rangligi. Xullas qanaqa rang bo'lsa ham menda yo'q rangidan bo'lsin, chunki akamga qaytarib berish niyatim yo'q. Aka, ko'rayotgan bo'lsangiz xafa bo'lmang. Gulingizdan umidingizni uzing. Bu holi birinchisi. Hozir sizlarga yana bitta kadrni ko'rsataman. Dadadam. Bunga nima deysizlar? Kameliya guli. Ikkalasini bir vaqtni o'zida olgan edi akam, lekin ikkalasi ham o'libdi. Buni ko'paytirib, davolab, ko'paytirib berasan deb berganlar menga. Tuvagiga ekib bergan edim, tuvagini ham tashlab keldim. Tomirlarini ko'ray dedimda birdaniga mana shu salofanga solib o'qitdim. Bilmadim buni qanchalik darajada davolay olaman yoki yo'q, bunisini bilmayman. Harakat qilib ko'raman buni ham. Agar ozgina oldinroq bilganim dedim, buni qutqarib qolardim. Lekin endi hozir juda ham kech deb o'ylayman. Qarang qanaqa holatda. Dala holatda. Umuman живой kletkalarni o'zi yo'q. Avvallarda o'lib bo'lgan. Ko'ramiz, endi bir harakat qilib ko'raman. Qani, bismillah deb buni ham bir boshlaychi. Mana buni ham tomirlarni oz-ozdan tuprog'ini tushirdim, hammasini tushirib yotmadim. Endi hozir bularni bitta-bitta barglarini kesib chiqaman. Mana kameliyani bironta bargini qoldirmadim. Men bu barglarida ozgina yumshoq yashil joylari borligi uchun ozgina qoldirib qo'ydim. Prosta yalang'och bo'lib qolmasin deb. Qurigan joylarni hammasini kesib tashladim. Bironta bargi qolmadi. Ularni iloji boricha yana bir bora tomirlardan eski tuproqlarni olib tashlashga harakat qildim. Mana shunaqa tuvak tanladim. Kichikroq tuvak bo'ladi. Ikkalasiga ham bir xil tuvak tanlayman. Hozir unisiga ham bir xil tuproq tayyorlayman. Ikkalasi ham nordon tuproqqa o'sadi. Mana tuprog'im. Bu yerda kesli tortdan foydalandim. Keyin kokosovый chipsi qo'shdim, perlit, vermikulit qo'shdim. Buni ustiga yana tialit, cerames, lyuchuzopon, xullas ozgina biogumus ham bor. Mana shunaqa holatda tuproq tayyorladim. Yengil, juda ham yengil tuproq bo'ldi. Hozir mana shu tuprog'imizga sekingina ekib olaman. Azaliya gulimdan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tomirlari solib ko'rsatyapman spesialni sizlarga. Mana shu tuvakka mos. Keramzit sov oldim. Ozgina tuproq sov olaman. Shunaqa holatda bo'ladi. Mana atrofiga tuproq solaman keyin. Bunga ozgina karnivin ham sepaman. Chunki tomirlari rosa hozir uzildi, boshqa bo'ldi, yana yangi tomirlar chiqarish uchun yordam bo'ladi. Mana bu karnivin bilan o'g'il tabletkani maydalab aralashtirib qo'yganman. Mana shunday qilib oz-ozdan sepib chiqaman atrofiga. Yangi tomirlar chiqarishiga yordam bo'ladi. O'g'il tabletka esa обработка qilinayotgan bo'ladi. Dalish chirib ketmasligi uchun yordam beradi. Atrofim bardak bo'lib rasvo qilib ishlayapman. Iloji yo'q. Mana endi joylashtiramiz. Shunday qilib joylashtirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana azaliyamizni ekib oldik. Mana shunaqa holatda bo'ldi. Hozircha buni chekkaga olib qo'yamizda, endi kameliyamizga navbat. Bunga ham xuddi shunaqa tuvak tanladim. Ichiga drenaj sov oldim. Ozgina tuproq sov olaman. Tomirlari shu tuproqqa qarab o'sishi uchun.
buni ham tomirlariga ozgina karniven sepaman. Mana karnivenni sepib oldim, aylantirib hamma tarafiga. Endi shu tuvakka sekingina joylashtiramiz. Tomirlar sal qisilsa ham hech narsa qilmaydi. Katta tuvakka ekib qo'yganimizdan ko'ra, toki yaxshi bo'lib o'zini tutib olguncha kichikroq tuvakda saqlab turganimiz yaxshi. Buni ham hozir tuproq solaman. Tuvaklariga urib joylashtirmasak, tomirlarning orasiga tuproq joylashishi qiyin bo'ladi. Bunaqa qilib qo'ysak, qarang, mana shunday qilib qo'ysak, joylashmaydi. Mana bunaqa ursak, mana qarang, tuproqlar kirib ketib, tomirlarning orasiga tuproq kiradi. Havo qolib ketmasligi kerak. Iloji boricha hamma joyga tuproqni joylashtiramiz. Har ikkala gulimizni ham ekib oldik. Mana shunaqa holatda bo'ldi. Hozir birato'la vannaga olib kiramanda, issiqqina suvda ham cho'miltiraman, tanalarni yaxshilab yuvaman. Bironta hasharot bo'ladigan bo'lsa, hammasi tushib ketadigan darajada qilib yaxshilab yuvaman. Ham birdaniga cho'milib oladi, ham birdaniga suvga to'yinib suv ichib oladi. Shu bilan ikkalasini ham antistress sepaman. Ipin, sirkon, H101. Shu uchalasidan qaysi bo'lsa, o'shandan foydalansak bo'ladi. Polni teplичкаga olib, lampani tagiga jo'nataman. Agar buni bir xil haroratda saqlasak, bir xil yorug'lik bilan saqlasak, o'ziga kelishi osonroq bo'ladi. Bir xil harorat, bir xil namlik, bir xil yorug'lik yaratilganda gullar o'ziga kelishi tezlashadi. Endi men ham buni 100% davolab zo'r qilib yuboraman deyolmayman. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qani, uddasidan chiqamanmi, yo'qmi? Hozir buni barglarini kesib tashlayman deb tursam, qalamcha olish uchun ham bir ikkita shoxchalarni kesishimga to'g'ri keladi shekilli. Bizga qarang, ko'paytirish uchun tanasi iloji boricha shunaqa yashil rangda bo'lgan qalamchalardan olishimiz kerak. Mana bunaqa joydan tomir chiqarishi qiyin, korичневый rangga kirib qolgan joydan. Chunki buni tanasi juda qattiq bo'ladi, o'shaning uchun tomir chiqarishi ehtimoli kamroq bunaqa joyda. Mana bu tarafini kesib olaman. Ham gulimizga ozgina bo'lsa ham yengillik bo'ladi. Ham mabodo o'lib qoladigan bo'lsa ham bolachalarni olib qoladigan maqsadda urinib ko'rmoqchiman. Mana bunaqa joyini olib tashlab, mana bu yoqdan ko'paytirishga olsam bo'ladi, yashil joyini. Prosta leshni shoxlarini ham birdaniga kesib olyapman. Mana shu ham kerak emas. Gulimizga ko'paytirishga qo'yamiz, kasallanib bo'lgan. Mana buni ham jon deb olardim-ku, lekin agar buni ham kessam, bu tarafida hech qanaqa shox qolmay qoladi, xunaylashib qoladi gulimiz. Mana bu ham juda kichkina ekan. Buni ko'paytirishga qo'ymasam ham prosta kesib olib tashlayman. Tanasini ozgina chiroyli holatga keltiray deb. Qolganlarni, shunaqa barglarni kesib tashlaymiz, keraksizlarni, xunuk joylarni. Videorolik davomida o'zimni azaliya gulim bilan kameliya gullarimni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Meni gullarim qanaqa holatda va bu gullar qanaqa holatda o'syapti, solishtirish uchun. Azaliya gulini juda ko'pchilik olib o'ldirib qo'yadi. Men ham ko'p marta unaqa qilganman, o'ldirib qo'yganman, to'g'risi tan olish kerak bu narsani. Lekin yiqilgan kurashga to'ymas deganlaridek qayta sotib olaverardim. Oxiri bo'ldi, sotib olmayman, kerak emas deb o'zimga o'zim so'z berganimdan keyin 8-martga xo'jayinim sovg'a qilib qoldilar. Gullarimni ichida aynan shu azaliya yo'qligini ko'rib, shu azaliyani olib kelibdilar. Bu degani, Xudo menga yana bir marta urinib ko'r degan ma'noda o'sha gulni jo'natdi deb o'yladim. Lekin bu safar yaxshi, hozircha ko'z tegmasin. O'zi oldingilari ham
qish bo'yi zo'r bo'lib turardi. Shu Surxondaryoni issig'i boshlandimi, o'sha azaliyani o'lishi, qurishi boshlanar edi. Bu safar bilmadim qanday qilib chiqib ketar ekanman bu holatdan. Mana shunaqa qilib kesib oldik. Endi vannaga olib ketaman bularni. Bu orada sizlarga o'zimni kameliya gullarimni va azaliya gullarimni ko'rsataman. Bu kameliya gulini buni akam sovg'a qilgan, mana buni jiyanim sovg'a qilgan. Ikkalasini ham fevral oyida bir kunda sovg'a qilgan. Mana shu kameliyani qabul qilib olganimdan beri, fevral oyidan beri kunlar sovuq edi. O'sha vaqtni o'zidanoq tuprog'ini almashtirganman. O'zini tuprog'iga teginmasdan boshqa tuvakka olganman. Kisley torfga aralashtirib ekkanman universalniy tuproqqa va tashqarida saqlaganman. Umuman ichkariga bir kun ham kirmagan bu gul. Faqat tashqarida turgan. Har kuni sprey qilganman 3-4 mahal. Muzdek havo berishga harakat qildim. Men bu tarafiga ko'proq suv tekkanligi uchun bariklari toza bo'lib turibdi. Tashqarida turganligi uchun bu taraflariga bariklarning tagida bo'lib qolganiga chang o'tirib qopti. Xullas, muzdek joyni yaxshi ko'radi kameliya, Kisley torfda ekkanni yaxshi ko'radi va ko'rib turganingizdek har ikkalasida ham yangi shoxlar, yangi barglar chiroyli bo'lib uyg'onib turibdi, o'zi bilinib turibdi. Yangi shoxlari qachon chiqqani, oldin qanaqa barglari bo'lgan, hozircha mana shunaqa holatda. Bu kameliya gulim bo'lsa, men bu yerda mana azaliya gulim. Azaliya gulimni ham xo'jayinim 8-martga sovg'a qilgan. O'sha 8-martdan beri bu ham tashqarida. O'shaning uchun shunaqa bariklari chang holatda. Bizda Surxondaryoda har doim chang, shamol, yuvasiz, tozalaysiz, har kuni sprey qilasiz, baribir yana bitta shamol bo'ladi, yana bitta chang bo'ladi, ko'chadan mashinalar o'tadi. Changlar shunaqa yopishib qolaveradi. Mart oyidan beri umuman gullashdan to'xtagani yo'q. Mart oyidan beri shunaqa holatda turibdi. Biri ochiladi, biri to'kiladi, biri ochiladi, biri to'kiladi. Juda ham katta bo'lib o'syapti. Endi mana yangi barglarni ham boshlagan, ancha o'stirib, faqat gul ochish bilan ovora bo'ldi gulim. Men bu pastlaridan, tanalardan rosa ko'p shoxchalar uyg'ongan. Yuqori qismlaridan ham uyg'onishlar juda ham ko'p. Mana bu yoqlardan ham pastki tomonlardan juda ko'p joylardan shoxchalar uyg'ongan. Bu juda ham yaxshi. Men bu tagidan bitta qalamchasini kesib ham oldim ko'paytirish uchun. Lekin hali u tomir chiqargani yo'q. Yaqindagina qildim. Tomirlatishga qo'ydim. Bo'lgan bo'lsa bir haftadan o'tgandurcha, ko'p bo'lgani yo'q. Mana shunaqa holatda. Endi mana bu kameliya bilan mana bu kameliya ikkalasi bir kunda olingan. Mana shu 4 ta gul fevral oyida bir kishidan bir kunda olingan gullar. Mana shunaqa holatga kelib qoldi. Endi bu gulimizni ham iloji boricha men bu gulday qilib o'stirib yuborishimiz kerak. Buni cho'miltirib chiqdim. Ham tagi suv ichdi, ham cho'mildi. Tanasini yaxshilab ishqalab yuvdim. Endi hozir bularga ependa yoki sirkonda sprey qilaman. Yoki H101 da sprey qilsam ham bo'ladi. Menda hozir H101 bor. O'shalarda sprey qilamanda, polniy salafanni kiydiramanda, teplechka qilib, yorug' joyga olib qo'yaman. O'ziga kelsa, ko'rsataman, kelmasa ko'rsatib yotmayman menimcha. Sababini qilyapmiz, qolgani Allohdan. Mana shunaqa holat o'rtoqlar. Qolganini ko'rsatib yotmay, nima qildim, qanday qildim. Telegram kanalimda borlarga o'sha o'rgatib bo'lganman. Polniy teplechka qanaqa qilinadi, yarim teplechka qanaqa qilinadi deb. Polniy teplechka hamma tarafini salafan bilan o'rab, havo kirmaydigan qilib yopib qo'yasiz. Har zamonda bir ochib shamollatib turamiz, tanasi, tuprog'i panglab ketmasligi uchun. Yarim teplechkani esa xuddi orxideya gullariga salafan kiydirilib turadi-da, yuqori qismi ochiq turadi-ku, o'sha yarim teplechka hisoblanadi. Salafan gulingizdan bir qarich hech bo'lmaganda balandda bo'lsa, bir xil harorat, bir xil namlik yaratilib, gulingiz o'ziga kelishiga yordam bo'ladi. Men bu gulimiz
sal o'zini tiklab boshlagandan keyin, tuproqqa moslashib boshlagandan keyin bunga NPK 20-20 bilan temir moddasini berishni boshlayman. Sababi barglari juda ham ochiq rangga kirib boshlagan. Bu esa xloroz kasalligidan dalolat. O'zi buni bargi mana bunaqa temniy rangda bo'lishi kerak. Mana ikkalasini solishtirib ko'ring, qanaqa holatda. Bunga mana NPK 20-20 bilan temir moddasini har zamonda berib turibman. Dasha shuning uchun tuproqlari qip-qizil bo'lib turibdi. Mana bu perlit, mana bular. Perletlar qizil rangga kirib qolgan, o'sha temir moddani qizil bo'lganligi evaziga. Gulni kasal bo'lgandan keyin davolash emas, kasal bo'lmasdan oldini olib, kasal bo'lmasligi uchun sharoit qilib bergan yaxshiroq deb hisoblayman. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi videorolikimni yakunlayman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ayibga buyurmaysiz. Mana shunaqa torgina joyda atrofim sal noqulayliklar bilan to'la bo'lib videoga olyapman. Prosta video olish niyatim yo'q edi, lekin mana shu ishlab o'tirgan joyimda qo'y mana shu videoni ham olay, kimgadir balkim naf tegib qolar degan maqsadda oldim. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.